Man past simple man. Mani qanchadan beri o'rganasan, lekin hali ham eplab noto'g'ri fe'llar jadvalini etolmaysan? Uyali. Mendan qachon foydalanish kerakligini hozir o'rgatib qo'yaman. O'tmishda sodir bo'lgan ishlar uchun, masalan, Men kecha o'rtoqlarim bilan konter o'ynadim yoki do'stlarim bilan Magic City'da aylandim. o'tmishda ketma-ket sodir bo'lgan ishlaringni aytishda, masalan, kecha uyalmasdan 11 da uyg'ondim. Keyin to'ygunimcha ovqatlandim. Keyin telefon titkiladim. O'tmishda bir marta sodir bo'lgan ishlar uchun, masalan, Amir Temur 1402-yilda Anqara jangida dushmanlarini mag'lub etdi. Greklar miloddan avvalgi 1184-yilda yog'och ot orqali Troya shahriga kirdi. Mani bilib olsang, yuqoridagilarni hammasini inglizchada ayta olasan. Mazzami? Menga obuna bo'p qo'y. Ingliz tilini o'zim oson o'rgatib qo'yaman. Tekinga.